Assalomu alaykum. Xudo xolasa bu obyektda ishlarimiz bitdi. Общий 21 точка radiator qo'yibmiz. Endi gidrosterikalarimiz o'tajak xudo xolasa. Uchaber. Girganda radiator bor. 3 tane. Yollarda. Güzel. 103 точка bor. Kesip başladım ya. Konteyner çexol giyilganlarni. Zafer şurada yine tirigi. Şöyle 3'e bölüp beramiz ha gidrosterika deb. Sonunda turboları gelib turibdi. Böyle samotok bu ayna sistema. Ondan ham qo'yib beramiz o'zini ha. Ishlamatirni. Demir içinden chiqadi-ku. Kuzatib boraversa, like ni bosib turanglar, jiqirdatib deydi-ku.